Do'stlar, bu yil Oltin to'p tarixdagi eng bahslisi bo'lishi mumkin, chunki favoritlar bir-biriga yaqin va kimga topshirishni ham bilmaymiz. Hattoki yakunda g'olib ham sizni hayron qoldirsa ajab emas. Va keling do'stlar, bu yil Oltin to'pda favorit bo'lishni kutilayotgan 5 futbolchini ko'rib chiqamiz va ularning imkoniyatlarini tahlil qilamiz. Agarda Oltin to'pni individual sovrin deb olib qarasak, u holda Kylian Mbappe olish kerak, chunki Mbappe 3 ta katta turnirda eng yaxshi to'puror bo'ldi. Ayniqsa jahon chempionatining tarixidagi eng yaxshi to'puror bo'lganligi uning darajasini belgilab beradi. Ammo uning zararga ishlashi mumkin bo'lgan yagona jihat bu jamoaviy sovrin masalasida. Aynan Kylian 2 yildan beri hech qanday jamoaviy titul yutayotgani yo'q. Aynan mana shu jihat uning Oltin to'pni olishiga xalaqit qilishi mumkin. Deylik Oltin to'pni mavsumiga beramiz deyilsa, u holda Harry Kane oladi, chunki Kane o'tgan mavsumni stabil o'tkazdi. Mavsumning oltin butsasini qo'lga kiritdi va 70 ga yaqin gol urishga muvaffaq bo'ldi. Bu o'sha Ronaldo va Messining prime davriga deyarli yaqin natija degani. Ammo uning ham zarariga ishlashi mumkin bo'lgan jihat bu sovrin masalasida. Aytaylik, Oltin to'pni katta titul yutganga beramiz deyilsa, u holda Rodri yoki Yamal oladi. Lekin deylik Frans futbol to'satdan fikrini o'zgartirib, yorqin o'ynaganga beramiz deyilsa, u holda Yamal ola olmaydi. Chunki Yamal avvalgi Yevropa chempionatidagi yoki Barselonadagi yorqin o'yinlarini ko'rsatmadi. U tizimni bir bo'lak o'laroq jamoa uchun o'ynadi. Shuningdek do'stlar, ong ostida Lionel Messini ham unutmasligimiz kerak, chunki u 39 yoshida Argentina terma jamoasini mundial finaliga tortib chiqdi. Yorqin o'yinlarini ko'rsatdi. To'g'ri, men Messi olish kerak demoqchi emasman, shunchaki uni ham unutmasligimiz kerak. Va oxir Oltin to'pni yorqin o'ynaganga beramiz deyilsa, u holda Xvicha Kvaratskhelia olgani menimcha yaxshiroq va ko'plar bunga qarshi bo'lmaydi, chunki Kvara o'tgan mavsumni fenomenal darajada o'tkazdi. Chempionlar ligasini yondirdi va qisman haqlidek ko'rinyapti.